Bugun sizlar bilan upper intermediate'dan, ya'ni B2 dan 3 ta so'z beraman va ko'ramiz qanchasini topa olasiz va qanchasini topa olmaysiz. Without further ado, let's get started. Birinchi so'zimiz bizda gullible bo'lib ketadi. 1, 2, 3. Va buni ma'nosi bizda sodda degan ma'noni anglatadi. Hammasiga ishonib ketadigan insonlar bo'ladi-yu, o'shada gullible bo'ladi. And the second one, bu bizda eccentric bo'lib ketadi. 1, 2, 3. Buni ma'nosi g'alati degan ma'noni anglatadi, odatda kulgili ravishda. Last but not least, oxirgisi bizda shrewd bo'lib ketadi. 1, 2, 3. Va buni tarjimasi o'ta aqlli, zukko degan ma'nolarni anglatib ketadi. Kommentariyada nechta topganingizni menga yozib bering va men o'shaga qarab sizlarga vocabularyni yana ko'proq berishni boshlayman. Menda shu, agarda video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmang va har doimgidek ingliz tilini sifatli o'rganib yuring.